Bemorimiz yoshlari 50 da, bemorimiz bundan 2 yil oldin, ron 2 yil oldin Turkiyada yuz tortish amaliyotini o'tkazganlar, o'zlari xohlagan super natijani ola olmaganlar. Bemorimizni mana chakka sohalarida, mana visochniy sohalarida 7-8 santimetrlik shramlari bor edi. Assalomu alaykum aziz hamkasblar, aziz obunachilar. 3 kunlik rezultatni sizlarga ulashmoqchiman. Bemorimiz yoshlari 50 da, bemorimiz bundan 2 yil oldin, ron 2 yil oldin Turkiyada yuz tortish amaliyotini o'tkazganlar, o'zlari xohlagan super natijani ola olmaganlar, o'sha uchun bizga murojaat qilib keldilar. Ularga ko'rsatib o'taman aziz obunachilar. Bemorimizni mana chakka sohalarida, mana visochniy sohalarida 7-8 santimetrlik shramlari bor edi. Shu shramni olib, korreksiya qilib va ichidagi asosiy smas to'qimasini tortib, brilya, lunch, nasabubka sohalarini tortib, bartaraf qilib, chiroyli qilib berdik. E'tibor berishingiz mumkin aziz obunachilar. Mana juda ideal chiqqan shiyalari. Bu rejini qilib shakllantirganmiz nechinchi yuzlarini. Juda ajoyib. Bugun 3 kun bo'ldi ona. Shish. Minimal darajada 15% shishlar bor albatta. Unaqa ko'p emas. Mana sheyaga e'tibor bering aziz obunachilar. Sheya. Kosmetologda qilganimda 15 kunda ham odam bo'lmagandim. Nima bo'lgan taqdirda ham men kosmetologga hech ham murojaat qilishni xohlamasdim. Mana hozir 3 kunlik rezultat, mana shishlar boshqa yo'qda. Og'rida his etmayapman. Ajoyib. 2 yil oldin kosmetologda keldilar, dediki, yuzingizni mana bunaqa germa qiling dedi. Xo'p, mana bu yerda o'zini qildirgan joyimda 15 kun bo'libdiki, isitma tushmaydi, kasalman. O'zim o'sha kuni uyga chiqib borgan. Hech ham yaxshi emas. Har kuni obrobotka qilasiz dedi. Mana hozir obrobotkalar ham unaqa darajada vahim emas. Yo'q, yaxshi. Hozir uyga ketish mana. Kosmetolog iloji boricha bormang. Nimangiz bo'lsa-da doktorga keling, professional doktorlar. To'g'ri tanlov faqat professional doktorlar. Mana qarang yuzimni. Aziz obunachilar, albatta 10 kunlik, 20 kunlik rezultatni ham sizlarga qo'yib boramiz. Kimga agar yuz tortish amaliyoti kerak bo'lsa, bemalol Renessans klinikasiga murojaat qilishingiz mumkin. Hammaga rahmat.